Joni, shunchalik krasavchik ekansan. Nima oldin bunaqa stilda kiyinmagansan? Agar oldin shunaqa kiyinganimda, yanada qizlarni ajali bo'larmidim. Hey, Asalcham! Nima bo'ldi senga? Asalcham! Asalcham, tur! Shuncha qilganimni ko'tingizga tiqdingiz. Nima qildimmi? O'lib qoldingmi deb cho'chib ketdim. Joni, yoga qilyotgandim. Yogada 5 minut tana dam olib rohatlanish kerak. Joni. Ha, relaxation, information ekanda. Ha, yaxshi. Qani, mana bir relaxation qilingchi, yot. Bo'ldimi? Shunaqa yotaveramanmi endi? Hali 2 sekund bo'ldi. Yoting o'zingizni, bo'sh qo'ying. Hech narsani o'ylamang. Ko'zingizni yumib yoting. Nimalarni o'ylayman masalan? Zerikarli ekan, zerikib ketdim. Xayolimda faqat sen. Yoting. Meni o'ylang, jaraq pullarni o'ylang. Men zerikdim. Men o'zi ketyotgandim bitta joyga aytgancha. Qayoqqa ketasiz mendan so'roqsiz? Joni? Men anu kichik korxonamdan bir xabar olib kelay. Men siz qay ahvolga tushdi ekan, keyin Toni degan do'stim bor. O'shandan xabar olib kelay. Kim Toni? Siz hech kimingiz yo'qdi-yu. Amerikadanmi? Meni do'stlarim ko'p. Mushukchamni aytyapman. Toni, Barsik, Pufik, Tayson, Ronni, Konni, Sonni. Ulardan xabar olmasam bo'lmaydi. Ovqatini faqat men beraman. Aytgancha, seni ham savobli ishga qo'l urdirdim. Ana kuni bergan pulingdan zdachi qoldi-yu, o'shanga KitKat, viskislar oldim, sosiskalar oldim ularga yeyish uchun. Shu